inshaalloh 2026-yilda yo'g'ida sizlarga ham mana shunday so'nggi dizayndagi tunukafonlar nasib qilsin. Agar o'zingizlar ham niyat qilgan bo'lsanglar, mana shu videomizga bir dona like bosib, kommentariyada niyat qildim deb yozib kelsanglar, xudo xolasa, mana shu videomizga yozilgan kommentariyalarda uylarga borib tunukafonimizni boshlayotganimizdagi kommentariya yozib qo'ygan bo'lsanglar, albatta skidkasi bo'ladi do'stlar. Do'stlar, biz yana bir Fayzi xonadonimizda tunkafon ishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Naynovda joylashgan. Bu xonadonimizning kira-urish ravatxona qismi. Bu tomonimiz chap qo'l tomonga qo'yilgan ayvon qismi. Ichkari shapka, ko'cha shapkalarini tunkafonlar qilib berdik. Qo'shtoq to'q mahallasimi edi? Bo'ldi. Qo'shtoqimizning xonadon egasi aniqroq uyimizni adresini tushuntirib berdi. Kimdir живой ko'rmoqchi bo'lsa, Sharxonlar, umuman Andijonlar bo'lsa, mashfasonni живой ko'rmoqchi bo'lsa, ravatxonamga qanday tushagan borib bitta o'zim ko'rib razmerlarga ko'rmoqchi bo'lsa, adresini aytdilar. Shu joyga kelib bemalol ko'rib ketsanglar bo'laveradi. Do'stlar, bu fasonimiz diplomat fason deyiladi. Bunga neobычный rangdagi tunkalardan foydalangan. Yonboshlarga mokriy matoviy svetdagi tunkalarimizdan foydalanadi. Diplomat fasonda mana shunday yonboshlari terilgan, o'rtalariga esa mebel svetdagi tunkalarimizdan lentalari ham mokriydan tortilgan. Shuning uchun ham neobычный juda ham go'zal bo'lib chiqqan. U orqa tomonni ko'rib turibsizlar. Tashqaridan bliski berganda asosan tunkafonni valnasi bilinadi. Hech qanday valna yo'q, juda ham chiroyli terib turibdi. Bu tomonni ham ko'rib turibsizlar, juda ham chotki terilgan do'stlar. Ishimizning sifatlarini endi burchaklarini ko'rsatib beramiz. Burchaklarini ko'rib turibsizlar, juda ham ideal keltirilgan. Bu tomonlarni ham ko'rib turibsizlar. Burchaklari asosan ishni sifatini ko'rsatadigan narsa tunkafonni burchaklari, ketganda liniyalari tunkafon qatilgandan so'ng valna bergan yoki bermagani mana shunday bliski tushgan joydan bilsa bo'ladi. Ish вообще nima deyapti do'stlar? O'zingizlar bu videoda ko'rib bahoni bersanglar bo'ladi. Agar haqiqatda ish sifatli chiqqan bo'lsa, zo'r chiqqan bo'lsa, bir dona like-ni ayamasdan hamda Erkin Tunkafon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sababi kun bo'yida mana shunday tunkafonga oid bo'lgan barcha foydali ma'lumotlarni faqatgina Erkin Tunkafon kanaliga joylab boramiz. Shapka qismimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi aylanib o'tganimizda bu shapka qismi bo'ladi. Shapkani ham juda ham chiroyli terib qo'yganmiz. Ichki burchaklarini ham juda ham ideal tarzda terilib, choksiz tarmoqlarimizni o'rnatib berilgan. Suv tushtirgan vodostoykalarimizni ham pastgacha shunday chiroyli qilib tushirib berilgan. Bu xonadonimizda hozirda yevro remont ishlari ketyapti. Bu narsa olib tashlab, shpakovda qilib, polni trivintinlari pastlariga kafelar bosilgandan so'ng uy vashim ochilib ketadi do'stlar. Inshaalloh hammanglarga do'stlar niyat qilib qo'ying, mana shunaqa uylarda chiroyli qilib yashashni ota-onangiz bilan, oila a'zolaringiz bilan yaxshi niyat qilganlar bo'lsa, albatta o'zingizlar ham like bosib ketishni esdan chiqarmanglar do'stlar. 2026-yilda xuddi shu tunkafonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasullar ichida, lesasi, rekasi, samarasi, ustununkasi yetkazib kelishi ichida hamma yo'qni 150 ming so'mdan qilib beryapmiz. Do'stlar, ko'rib tursangiz, ish juda ham chiroyli, zo'r chiqqan. Choksiz tarnova suv tushgan vodostoykalar ular pagonometrga yuriladi. Choksiz tarnovning 1 metrini hamma rasullar ichida 70 ming so'm atrofida o'rnatib beramiz. Suv tushgan vodostoykalarni 50 ming so'm atrofida o'rnatib beryapmiz do'stlar. Sizlar Erkin Tunkafon kanalini kuzatib bordinglar. Qimmatli vaqtinglar aymasdan video roligimizni oxirigacha kuzatib kelganlar uchun albatta kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga ishlarga omad.